Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunim Zohidjon. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumani, ya'ni qish mavsumiga moslab sizlar uchun video tayyorlamoqdamiz. Ya'ni bu yerda aqlli katyollar ishlab chiqariladi ekan, har xil turdagi. Bu akamiz o'zlari birinchi qo'l holatda o'zlarining uylarida yangi ish boshlashgan. Shuning uchun narxlari ham juda ham hamyonbop va sifatlari ham juda ham a'lo darajada. Hozir bu katyollarimiz haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Boshqa turdagi katyollardan qanday farqi bor? Bular haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni unutmang va katyol izlab yurgan tanishlarga ulashib qo'yishni esdan chiqarmang. Qani bo'lmasa boshladik. Hurmatli kuzatuvchilar, shu katyollarni ishlab chiqarib turgan akamiz Asadbek akamiz bilan. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Bormanglar, charchamayapsizlarmi? Zo'r ishga qo'libsizlar mana. Hop, bu katyollarimiz nomi Qo'qon katyol ekan-a? Qo'qon katyol brend ostida ishlab chiqarilmoqda ekan. Hozir katyollarni birin-ketin materiallari, qulayliklari, dastavkalari, narx-navolar barchasi haqida akamiz to'liq ma'lumot berishadi. Xo'p aka, nimasidan boshlasa bu? Qancha kvadratlisi bu? Bu 250 kvadratli katyolimiz. Demak 250 kvadratli katyolimiz. joyda bemalol isitishga moslangan. qobiliyat yetadigan katyol ekan. Xo'p, necha litr suv sig'ar bunga? Hop, bunga 50 litr suv sig'adi. 50 litr suv. Mana hozir ko'rib turganimizdek 100 gradusga qaynatishga qancha vaqt sarfladi? 8 minut vaqt. 8 minutda mana 100 gradus mana shu o'zim tepasida turibman. Juda ham tez vaqtda qaynatib yuborishdi. Xo'p, buni idishiga qancha ko'mir sig'adi? Hop, buni idishiga 50 kilo, 60 kilo bemalol sig'adi. Ikki qop sig'ar ekan-a? Ikki qop bemalol ko'mir sig'adi. Bir kunda 30 kilodan 50 kilogacha angrang ko'mir yeydi. Angrang ko'mirda o'zimizni ko'mirdan qancha deysiz, qayta boring? 30 kilodan 50 kilo. 30 kilodan 50 kilogacha. Qirg'iz qazaq bo'lsa 25 kilodan 40 kilogacha ko'mir ketadi. Demak, ko'mir turiga bog'liq ekan-a? Xo'p, rasxoti juda ham ko'p emas, oz ekan albatta. Bu bitta ventilyator tizimlari bor. Mana motorlar necha kilovat? 0.55 kilovatli motor. Rossiya o'ralmagan toza motorlar. Demak, Rossiya o'ralmagan-a? Hozir kelib turgan Xitoy motorlaridan emas. Yo'q. Bu haqiqiy rossiyskiy toza motor. Bu ventilyatorimiz bor. Ventilyatorimiz, garelkamiz ham bor. Garelka. Mana garelkamizga ham mana shu ko'mirimiz tushib, bu yerga eltib beradigan joy garelka. Xo'p, bu motorlarimiz barchasi tizimlashtirilgan, ya'ni bitta aqlli katyol deyishimiz sabab mana shu joyda barcha simlarimiz shu miyaga kelib ulangan. Mana bu joydan suvning gradusini ko'rsatib turadi. Bu joyda minutlarni qo'yib qo'yishingiz mumkin, qancha vaqtda o'tishi va qancha vaqt yoqib berish. Mana bu esa nimasi? Ventilyatorda pasaytirib kuchaytiradigan tizimi. Demak, zavod bilan birga-bir ishlangan. Mana ko'rib turganimizdek, eng asosiysi bular endi ishlab chiqarish boshlashganligi uchun, lekin yillar mobaynida to'plangan tajribadan foydalangan holatda ishlab chiqarish boshlangan. Akamiz ko'p yillar mobaynida shu katyol ustaxonalarida ko'p ishlashgan. Shuning uchun o'zlari yaxshi tushunganliklari uchun mana birinchilardan bo'lib mana shunday sifatli katyollar ishlab chiqarishyapti. Xo'p, mana bu yonmay turganini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mana bu ko'mir turadigan idishimiz ham mana ko'rganimizdek barcha joyi oddiygina ishlanmagan, ya'ni puxta ishlangan. Oshib-moshlarga e'tibor qaratamiz. Mana bu joylarga mana tutun chiqmasligi uchun, havo kirmasligi havo tutun kirmas. Mana bu joyda ko'mir maydalari tushadi, katta-kattalari bu yerda qolish uchun setka qo'yilgan. Mabodo bu setka ko'mirni kattasini yoki toshlarni olib olish uchun. Mabodo shundan ham qattiqroq tosh o't ketib qolsa, shinakka garelkamizga miyamiz o'shanga moslangan. Aqlli miyamiz. Shinak qisganda miya avtomatik o'zi orqaga qaytaradi. 9 marta orqaga oldinga harakat qiladi. 9 marta oldinga. Demak, qisilib qolsa, avtomatik bunga odamda qarov kerak emas. O'shanda ham olib chiqib ketolmasa, 9-sidan keyin miya elektron tizimlarni hammasini o'zi o'chiradi. Avtomatik-a? Avtomatik. Bu yerda rushnoy avlodga orqaga qaytarish ham bor. Rushnoy ham qaytarishsa bo'ladi orqaga. Bo'p, tushunarli. Demak, bu yerga hurmatli kuzatuvchilar, ikki qop atrofida ko'mir ketagan. So'b yoqib qo'yamiz. U yog'i bilan ishimiz bo'lmaydi. Sababi mana shu ko'mir tugaguncha bu miyamiz hamma narsani boshqaradi. Ya'ni bu yerda qandaydir favqulodda vaziyat bo'lib qolsa, o'zini o'zi albatta 9 marta harakat qilib ko'radi ekan. Unda ham o'xshamasa, o'zi to'xtaydi ekan.
harda bir nazorat qilib tursangiz, demak, qulaylik tizimlari zo'r. Motorlari ba'zi bir joylarda pastda bo'ladi. Ya'ni olovni puflab, ya'ni xonadonga ham xavf tug'dirgan holatlar ko'p ko'rganmiz. Bu joyda mana izolyatsiya qilingan holatda motorimiz ancha tepada va olovdan uzoqda joylashgan. Ventilyatsiya tizimimiz ham faqat ichkariga beradi havoni, tashqariga hech qanday. Ya'ni ichkarida mana shunday aziz iplardan foydalanilganki, umuman vakuumli holatda. Cho'q, po'q, olov tashqariga umuman chiqmaydi. Keyin listlarning qalinliklariga e'tibor qaratamiz. Hop. Eng olov yonadigan joy nechilik? Hop. To'rlik olov yonadigan joyi. Ha, bu joylar to'rlik, a? To'rlik. Qalin. Qalin listdan qilingan bular. To'rlik listdan. Uchli to'rlik list ishlatilgan. Aralash, ha? Aralash. O'sha eng muhim joylariga qalin listdan ishlatganmiz. Bu uncha-munchaga chirib yuvib ketadigan emas, a? Yo'q. Uncha-munchaga chirib yuvib ketadigan list emas. Demak, mana bu ichki sistema uchlik, tashqi sistemasi to'rlik, a? Havoni, ya'ni issiqlikni energiyasini isrof qilmasdan tez fursatda berish uchun shu uchlikdan foydalangan ekan. Asosiy qismlari to'rlik. Xo'p, mana bu joylar suvlar aylanadi. Bu qo'pqog'imizni qo'yishdan maqsad mana bu joyda ba'zida ko'l, changlar to'planib qolishi mumkin. Ba'zida shu tozalab turiladi. Demak, mana bu joyda olov yonadi. Demak, chugundan foydalanilgan, a? Chugun bilamiz. Uncha-munchaga chirib yuvib ketmaydigan material. Keyin bizni miyamiz 3 xil variantda chiqyapti. Birinchi variantda oddiy variantda avtomatik orqaga qaytish yo'q. Ikkinchisi shu avtomatik orqaga qaytadigan miya. Uchinchisi Wi-Fi li qilib beramiz. Uchinchi variant. Demak, eng premium 3 ta varianti bor ekanda. 3 ta varianti bor. 3 ta pozitsiyada ishlab chiqarib bera olishar ekan. Eng premium pozitsiyasida, demak, Wi-Fi tizimiga, telefoniga ham ulab berishlar mumkin, a? Telefonga ulab berishsa, O'zbekistonda xohlagan joyda o'chirib yoqishlari mumkin. Demak, graduslarni o'zlari moslash mumkin. Bizga gradus ko'rsatmaydi, faqat o'chirib yoqishadi. O'chirib yoqadi. Telefonda. Demak, o'sha tizimdan ham qilib bera olasiz? Ha, o'sha tizimdan qilib zakazga qarab. Bular oddiy tizim faqat. Ha, oddiy tizim ham qilib beramiz. Avtomatik Wi-Fi li. Bu qanaqa tizim hozir? Mana shu bu avtomatik. Avtomatik-a bular? Avtomatik. Xo'p, tushunarli. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bu katyollarimiz rasxodlar shu ko'mirdan tashqari. Mana motorlarimiz 2 patolog 3 kilovatgacha tok ishlatadigan bir kunda, sutkasiga, ya'ni yonib turgan holatda. 3 kilovat tok bilamiz. 1000 so'mdan bo'lsa, 3000 so'm bo'ladi. Xo'p, buni endi bu katyollarni har xil turdan ishlab chiqarib bera olamiz. Mana bu ko'rib turganlarimiz 3 xil holatda 250 kvadrat metrda bemalol isita olish uchun mo'ljallangan. Bunisi 200 kilovat va mana busi 150 kvadrat. Ya'ni katta kichkinaligiga qarab, rasxodi ham shunga qarab o'zgarishi mumkin, to'g'rimi? Xo'p, endi buni eng asosiysi narxlari keladigan bo'lsak. Budjetnisi mana bu 150 kvadrat o'rtacharoq uylarga, ya'ni yangi ko'chib chiqqan xonadonlar bo'lishi mumkin. Kichkina tizimlarga mana shuni tavsiya qilamiz. Bu motorlari lekin bir xil, a? Ha, buni motorlari, garelkasi hamma yo'g'i bir xil. Ventilyator miyalarigacha hamma yo'g'i bir xil. Faqat ozgina kichikroq. Kichkinashtirilgan. Narxi $900 qilib beramiz. Bu $900 dan, demak, 150 kvadratda mo'ljallangan katyol. Nomerlarini albatta opisaniyada ham qoldiramiz. Mana ko'rib turganimizdek, Qo'qon katyol tanlovda adashmanglar. Xo'p, mana bu, ya'ni ustanovka qilish jarayonlarimiz ham qiyin kechmaydi. Albatta, santexnikalarga juda qulay tarzda havo o'tmaydigan payvandlar, svarkalar cho'tka holatda olib borib qo'yilgan. Shunday olib borib ulasa bo'ldi, to'g'rimi? Kirish, chiqish tizimlari bor. Yaxshi ishlaydi. Bular albatta sinovdan o'tkazib, keyin yuborishadi. Xo'p, mana bu esa hozir sinovdan o'tgani Qo'qon katyol 250 kilovatga mo'ljallangan. Bular narxi necha pul bo'lyapti? Bularning narxi $1200 dan boshlanyapti. $1200. Mana shu ko'rib turganingiz $1200, a? O'sha kallasi, miyasi agar o'zgargan sari narx-navosi qarab o'zgaradi. Hozir siz avtomatiklar narxlarini aytyapsiz. Avtomatik narxlarni aytyapman. Oddiy miyani narxi sal arzonroq bo'ladi. Wi-Fi li sal qimmatroq bo'ladi. Demak, katyollarimiz $900 dan boshlanyapti ekan. Mana bu 200 kilovatga mo'ljallangan $1100 dan boshlanadi. Stabilizatsiya, bu narsalar telefon orqali qo'shimcha narsalarni agar eng premium variantda tayyorlab berishlar kerak bo'lsa, $100, $200 albatta farqi bilan yasab berishlar mumkin ekan. Lekin mana bu ko'p turgan avtomatik miyamiz bilan jihozlangan katyolimiz $1200 dan $1100 boshlanyapti. Bunisi esa $1200 dan $100 raznica qilyapti, farq qilyapti. Ya bundan ham kattaroq, masalan, 300 kvadrat yo 400 kvadrat maydonga deydigan bo'lsa, narx-navosi albatta
katta yo'lni kvadratiga qarab qo'shilib ketaveradi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, buni yana afzalliklaridan bittasi mana bu ko'mir qo'yadigan joyimiz izolyatsiyalangan. Ya'ni hamma joy germetika. Mana bu joylarimizni ham ko'rib turganimizdek, yopilganda umuman havo o'tmaydigan holatda. Bilamiz, havo bu joyda ko'mir tugagan sari havo yo'qligi uchun bosim kuchayib ketadi. Shuni hisobiga ular shunday yechim o'ylab topganki, mana bu joydan ham ventilyatsiyadan keladigan havodan ulab qo'yishgan. Ya'ni shu yerda ventilyatsiya tizimi ham bor. Ya'ni xavfsizlik jihatdan juda ham puxta o'ylangan. Shunchaki pul ishlash uchun tas yasab qo'ygan yo'q. Qancha ko'proq vaqt ketsa ham, ko'proq sizning xizmatingizni qilish uchun shu katta yo'llarni ishlab chiqarishyapti ekan. Juda ham zo'r qoyil qoldik. Mana katta ob'yomda xudo xolasa ishlar boshlashibdi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar ekan. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bu katta yo'llarimizga 1 yil garantiya berishyapti ekan. Bu garantiya nimalarga tegishli? Mana bu motor, ya'ni bu ventilyatsiya tizimi, tok yo'llariga, miyalarga 1 yil garantiya, katta yo'lni o'ziga esa 3 yil garantiyalarni berib chiqarishyapti ekan o'zlaridan. Bu ham juda ham yaxshi taklif, ya'ni garantiyalari bor. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, videomiz mobaynida shu Qo'qon katta yo'lni to'liqroq obzor qilishga harakat qildik. Qolgan ma'lumotlar pastga telefon raqam qoldiramiz. Telefon qilib batafsil olishlari mumkin ma'lumotni. Va bu katta yo'llarimizga albatta garantiya berishyapti. 1 yildan 3 yilgacha garantiya berishyapti. Tok yo'llarga 1 yil, umumiy holatda 3 yilga garantiya berishyapti. Kimga shunday sifatli holatda garantiyali katta yo'l mahsulotlari kerak bo'lsa, birinchi qo'ldan pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz, ustakalar o'zlari olishadi, ya'ni olib sotar emas, birinchi qo'l holatda. Tursunov Zohidjon kanalidan oldi desalar, albatta chegirmalari qilib berishar ekan. Dastavkalarimiz shu vodiy territoriyasi bo'ylab bepul ekan. Qolgan voha taraflarga, toshkentlarga kelishilgan holatda chiroyli qilib berishar ekan. Keyingi videolarimiz albatta siz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat barchaga.